Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o'lim uchburchagi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu anatomik soha bo'lib, odamlarda yuzida joylashgan bo'ladi. Bu erkaklarda ham, ayollarda ham yuzida bo'ladi bu soha. Nima uchun bu soha o'lim uchburchagi deyiladi? Haligi chegaralari qayerda bu sohani, mana shu narsa haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Bugungi videomizda mana shu opa bizga yordam beradi. Nima uchun o'lim uchburchagi deyiladi? O'lim uchburchagi deyilishning sababini hozir tushuntirib beraman. Uchburchak joy bu biz yuzimizda joylashgan, bu yuqori qismi burunni uchidan boshlanadi. Pastki qismlari bizda ozgina chiziqda noto'g'ri ketyapti. Lablarda ikkala burchagiga boradi. Ya'ni ikkala burchagiga boradigan mana shu soha bizda o'lim uchburchagi deb yuritiladi. Ya'ni bu sohada ayrim kasalliklar ko'pincha o'limga borishi mumkin. Mana shu narsalarni e'tiborga olgan holatda o'lim uchburchagi deb yuritiladi. Demak, bu soha yuqoridan burun uchki qismi, pastki tarafi labimizning ikkala yoniga to'g'ri keladi. Hamda bu ichkari tarafdan burun hamda shu og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatlari, ko'zning pastki qismlari va labning ustki qismi, ya'ni yuqori lablarni o'z ichiga oladi. Ya'ni mana shu joyda ozgina ichkari qismi ham, shu teri osti qismlari ham aynan shu uchburchak sohasiga kiradi. Endi buni o'lim uchburchagi deyilishini sababini tushuntirib o'tgan bo'lsak, bu qon tomirlar bilan bog'liq. Endi bu odamning yon tarafdan ko'rinishi, yon tarafdan ko'rilganda yuzini vena tomirlari bo'ladi har bitta odamda. Mana shu ko'rinib turgan ko'k tomir, mana shu tomir yuzda vena tomiri hisoblanadi. Vena tomirlarni maqsadi, vazifasi o'sha o'zi borgan joydan qayta ishlangan qonni yurakka olib kelish. Ya'ni arteriya qon tomirlarida arterial qon keladi, u oziqa bilan, kislorod bilan keladi. To'qimalar tarafidan ishlanib kislorod karbonat angidratga aylanadi, ozuqasi boshqa zaharli, keraksiz moddalarga aylanadi. Natijada bu keraksiz bo'lgan moddalarga to'yingan qon aynan vena tomirlari orqali yurak tarafga harakatlanadi. Ya'ni pastga qarab harakatlanadi. Endi yuzda hozirgi aytgan sohamizda mana bu joyda burun sohasi, og'iz sohasi, bu rasmda og'izda chiqmay qolgan og'iz sohasida miyani ichida cavernos sinus degan joy bo'ladi. Mana bu joyi. Cavernos sinus deydi. Bu vena qon tomirlari to'planadigan bo'shliq. Bu qon tomiri emasda, bu bo'shliq joy, basseynga o'xshagan joy bo'ladi. Vena qonlari to'planadi. Bu cavernos sinusga mana shu ko'zning yuqori tolalari orqali, ko'zning pastki tolalari orqali, mana bu burunning yuqori shilliq qavatidagi yoki bitta pterygoid plexus degani bu to'r, pterygoid to'ri, ya'ni venos to'rlar orqali qon kelishi mumkin bu joyga. Hamda miyaniki. Miyaga ham arteriya qon keladi va bu arteriya qonlar venos qonga aylanadi. Mana shular mana shu cavernos sinusga quyiladi. Ya'ni bu joylardan hamda miyaniki quyiladi cavernos sinusga. Buni ahamiyati shundaki, bu joydagi vena qon tomirlarini klapani bo'lmaydi. Oyoqdagi vena qon tomirlarida klapan bo'ladi. Shuning uchun ham qon tepaga qarab oqmaydi, endi yurak so'rib oladi. Yurak so'rib oladida, yurak haligi bo'shashgan paytda qon orqaga qarab qaytganda shu klapanlar ushlab qoladi. Endi bu joyda klapanlar bo'lmaydi. Klapanning bo'lmasligining yomon tarafi shundaki, aslida qon mana shu tashqi vena bo'ylab pastga qarab oqib ketishi kerak. Mana bu yerdan pastga qarab oqib ketishi kerak asli. Klapan bo'lmaganligi sababli bu
bu taraflarga ham yurib ketadi. Bu qon tomirlar orqali bu taraflarga ham yurib ketadi va mana bu joyda yig'ilib turgan qon ham orqaga, ya'ni miya tarafga qarab qaytishi mumkin. Buni yomon tarafi, endi bizga ahamiyatli tarafi shu joyda, mana shu hozir aytgan o'lim uchburchagi degan joyimizda qandaydir infeksion yallig'lanish kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ugrilar chiqishi mumkin, oddiy husnbuzar chiqishi mumkin yoki qandaydir flegmona bo'lishi mumkin, yaralar, tishli kasalliklari, ba'zida shunaqa tishli yiringli kasalliklari ko'pincha anaerob infeksiya bo'ladi. Anaerob degani kislorod yo'q bo'lsa ham rivojlanaveradigan degani. Bu narsalarni hammasi mana shu vena qon tomirlari orqali miyani ichiga o'tib ketib qoladi. Mana shu yerda cavernos sinusga quyiladi, cavernos sinus orqali miyaga o'tib ketib qoladi. Bu narsa cavernos sinusda tromboza degan holatga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni cavernos sinusda tromboza degani shu joyda qon qotib qolishi mumkin. Qon qotib qolgandan keyin tabiiyki damlanish bo'ladi, yallig'lanish bo'ladi va o'lim ehtimoli ko'p bo'ladi. Yoki bu infeksiya qotib qolmagan taqdirda ham mana shu miyani pardalariga o'tib turib, atrofga, hamma joyga o'tib turib, o'zi bu tarafda yallig'lanish bo'ldi. Endi bu tarafda yallig'lanish bo'lib, bu meningitga sabab bo'lishi mumkin. Meningit ham bu infeksion kasallik, virusli infeksiya kasallik hisoblanadi. Ya'ni miyani pardalarini yallig'lanishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki o'sha infeksion omillar shu cavernos sinusda qonga so'rilib turib, o'zi qonda bu narsa. Bu sinus degan joyimiz qon tomiri emas, lekin bo'shliq joy deb aytdik. Qonga so'rilib turib, sepsisga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sepsis deganimiz qonda infeksiya borligi. Bu narsaga sabab bo'lishi mumkin. Yoki orbital flegmona deydi. Orbita deganimiz mana bu ko'zlik kosasi. Orbital flegmona mana shu joyda infeksiya rivojlanib ketib qolib, mana shu ko'z kosasini flegmonasiga sabab bo'lishi mumkin. Flegmona deganimiz bu yiringli bo'shliq, ya'ni shu joyda ko'p miqdorda yiring yig'ilib qolishi mumkin. Bu ko'zni olib tashlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin bu kasallikning oqibatida. Ko'rinib turibdiki, bu kasallik endi ko'p uchramaydi, masalan, kunda uchravermaydi, nisbatan kam uchraydigan kasallik, lekin rivojlanadigan bo'lsa, o'ta jiddiy asoratlarga olib keladi. Hozir aytganim cavernos sinus trombozi ham, meningit ham, sepsis ham yoki orbital flegmona bu kasalliklarda o'lim ehtimolligi o'ta yuqori. O'lim ehtimolligi o'ta yuqori, bu asoratlari juda ham jiddiy sanaladi. Shuning uchun ham nima qilishimiz kerak? Mana shu sohada ugri bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, yara bo'ladimi, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Shifokorga ko'rinish kerak, bu joyda gigiyenasiga qattiq amal qilish kerak. O'zingizcha uyda ayniqsa mana shu sohani, o'sha husnbuzarlarni, ugrilarni, husnbuzarlarni o'zingizcha siqmang. Agar siqaydigan bo'lsangiz, mana shu burunni pastida mana shu yerda bo'ldi deylik, ugri siqaydigan bo'lsangiz, mana qon tomirga so'rilib bu yallig'lanishlar, bu yoqqa ketib qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham o'zingizcha siqmang u joyda. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, aseptik vosita bilan shunda og'zini ochib tashlab turib, aseptik vositalar bilan yuvib tashlash mumkin. Ya'ni infeksiyani o'ldiruvchi vositalar bilan yuvib tashlash mumkin. Ichkariga qarab bosimni kuchaytirish kerak emas. Tashqariga chiqarib tashlashga harakat qilish kerak. Teriga qattiq bosim beruvchi massajlar qilmaslik kerak. Ya'ni shu sohani qattiq siqmaslik kerak. Nosteril holatda bu joylarda yaralarga tegmaslik kerak. O'zboshimchalik bilan antibiotiklarni ichmaslik kerak. Sababi antibiotiklarni o'zboshimchalik bilan ichish, birinchidan shifokor nazoratidan chetda qolasiz. Mana bunaqa asoratlar bormi, yo'qmi aniqlash kerak vaqtliroq. Ikkinchidan antibiotikka sezuvchanlik buziladi. Ya'ni o'sha infeksiyalar bu antibiotik tanib oladi, keyinchalik bu antibiotik ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham o'zboshimchalik bilan antibiotiklar ichish tavsiya etilmaydi. Bunda nima bo'ladi? Masalan, bu kasallik deylik yuzaga keldi. Biz yara bo'ldi, qandaydir yoki ugri bo'ldi, siqib qo'ydik. Yuzni bir tarafida kuchli qizarish, shish, og'riq paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu og'riq pulsatsiya bilan bo'ladi. Fluktuatsiya deyiladi. Pulsatsiya bilan, ya'ni lo'qillab og'rish deydi-ku, shunaqa lo'qillab og'riydi. Umuman bilib olsalang bo'ladi, lo'qillab og'rish bu
yiringni xos belgilaridan biri. Qayerda yiringda kasallik bo'ladigan bo'lsa, yiring to'plangan bo'ladigan bo'lsa, lo'qillab og'rish kuzatiladi. Isitma oshadi, ya'ni yallig'lanish bo'lyapti, isitma ko'tariladi. Bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'rig'ining sababi endi yallig'lanish bilan umumiy intoksikatsiya deymiz. Organizmda umumiy zaharlanish bilan bog'liq. Ko'z atrofida og'riq, ko'rishning xiralashishi. Bu ko'p uchraydigan belgilardan biri hisoblanadi. Sababi haligi ko'zning nervi ham mana shu kavernous sinusning oldida bo'ladi. Shu sohada shu ko'ruv nervlari o'tadi. Ko'zda harakatini nervlari, ko'ruv nervlari birinchi o'rinda bular shikastlanadi. Natijada ko'zda harakati ham buziladi. Ko'z olmasning harakati, ya'ni yoqqa bu yoqqa qarashi va ko'rish ham buziladi. Ko'rish o'ta xiralashib ketib qoladi. Va yuzdagi chirishlarning hosil bo'lishi. Covid degan kasallikda kimni tanishida bo'lgan bo'lsa biladi, ana shu kavernous sinus trombozi ham uchragan ba'zi kasallarda bitta ko'zsiz qolib ketgan o'sha kasallar yoki olib tashlangan bitta ko'zi yoki o'lgan bo'lishi ham mumkin shu sabab bilan yiring miyasicha ketib qolibdi deb aytilgan o'sha paytda. Bu ham ana shu kavernous sinusda trombozi, kavernous sinusga infeksiya tushishi bilan bog'liq. Endi bu sohada, ayni shu sohada yiring bo'lishini tushunganlaring, umuman kasallik nima uchun ayni shu sohada bo'lishini, vena tomiri ketyapti pastga qarab. Bo'yin sohasiga o'tib, quyilib ketadi pastga qarab. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Hozir aytganimiz mana ko'zni pastidagi, ko'z yuqorisidagi, burun tepasidagi, yuqori jag'dagi qon tomirlar mana yuqori jag'dagi kelyapti. Haligi aytganimiz pterygoidni quloq oldi bezi deydi. O'sha quloq oldi bezini venos tarmoqlari bor. Mana nima deydi? To'rlari, to'ri. Plexus degan to'r bu. Venos to'rlar bor, shu joyga qo'yiladi, shu orqali kavernous sinusga, mana kavernous sinus. Bu endi miyani ichida bu. Keladi, qo'yiladi. Shu soha mana shu umuman mana shu yuz venasini mana shu joyi bilan bog'liq bo'lgan, mana shu joyi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda shu narsa uchrashi mumkin. Mana bu joycha endi qarang. Pastki jag'da ham tolalar bor. Pastki jag'da mana tishga ketgan, pastga ketgan tolalar bor. Bularda bunday kasallik uchrash ehtimolligi o'ta kam. Buni deyarli uchramaydi. Sababi qon vena qon tomirlari orqali pastga qarab oqadi. Bu yoqqa qarab oqadida mana bu joydan sekin bu yoqqa qarab ketadi. Ya'ni bemor agar doimiy gorizontal holatda bo'lmasa, ya'ni doim yotgan holatda bo'lmasa, bu qon baribir bu yoqqa qarab oqmaydi. Doim yotgan holatda bo'lsa oqish ehtimoli bor, lekin tik turib yuradi. Odam umuman tik turib yuradi. Shuning uchun ham bu ikkala tolani qoni bu tarafga ketmaydi. Shuning uchun ham mana bu joylarda, pastki jag' sohasida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu joygacha bormaydi buni qoni. Buni o'zini muammolari bor. Pastki jag' tishlarda sohasini yiringlashi bo'yin orqali o'tib, buni qachondir balkim tushuntirib berarman. Bu ham o'ta jiddiy kasallik hisoblanadi. Bo'yin orqali o'tib, mana shu tishlarda yallig'lanishlarning oqibatida, yiringli yallig'lanishlar oqibatida bo'yin orqali o'tib, mediastinit deydi. O'pkalarning orasi, o'sha yurak turgan joylar mediastinum deyiladi. Qizilingach o'tadi o'sha joydan, yurak turadi, katta qon tomirlar, o'pkalarning orasi mana shu joylarda yiringli yallig'lanishga sabab bo'ladi. Bu endi mana hozir aytganimizdek qon tomiri bilan bog'liq emas, u boshqa narsa bilan bog'liq. Bu narsa haqida ham agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldiring o'sha narsani. Agar yetarlicha qiziq deb baholanadigan bo'lsa, bu narsani ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Umuman olganda, siz bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa, mana shu sohada qandaydir yiringli yallig'lanishli muammolar bo'ldimi, o'zingizcha bir narsa qilishdan tiyiling. Shifokorga murojaat qilish kerak. O'sha nima zarurat bo'ladigan bo'lsa, shifokorning o'zi qiladi. Bu mavzu bo'yicha aytadiganim shulardan iborat. Yana sizga
qandaqadir mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldiring. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.